5 kun, 6 kun, birinchi ikkinchi kunlar ko'p keladigan bo'lsa, mirena qo'ygandan keyin menstruatsiyangiz nomiga 3 kun, 2 kun keladi. Mirena ta'sirida bizda hayz ko'rmay qoladi, ayol qondan qolib ketadi, klimaks bo'lib qoladi degan gaplar noto'g'ri. Chunki mirena klimaks chaqirmaydi. Mirena faqat sizni homiladan saqlaydi va matkangiz ichida davolovchi effekt beradi. То есть mirenangiz bor bo'lsa qo'rqmaysiz. Ichingizda ginekologingiz bor, o'zi davolab turadi. Matkangizni, adenomioz, miomalaringiz so'rilib turadi. Ya'ni u davolovchi spiral hisoblanadi. Mirena ta'sirida hayz kam kelishi, chunki u davolayotgan effekt ta'sirida hayz kam keladi. Endometriy ingichka bo'lib turadi, shuning uchun mesячность kam keladi. Nomiga ba'zida kelmasligi mumkin. Lekin bu degani sizda qondan qolib ketyapsiz, klimaks bo'lib qolyapsiz degan narsa emas. Ovulyatsiya bo'laveradi, follikula yorilaveradi. Faqat mirena matkani ichini ingichka qilib turadi, o'zidan gormon chiqarib. Shuni hisobiga hayz yo'qotmaysiz, qon yo'qotmaysiz. Shu. A tak bu zo'r spiral. Mirenani o'ylab topgan odam bu молодец odam. Ayollarni qancha problemadan qutqargan. Adenomioz bor, mirena qo'yamiz, mazza qilib yuradi. Mioma bor, mirena qo'yamiz, mazza qilib yuradi. Boshqa spiral yoqmaydi, qon ketaveradi, mirena qo'yamiz, mazza qilib yuradi. 5 yil yurasiz, oldirasiz, problema yo'q, xudo xohlasa. Yengil adenomiozlari bor. Tuxumdonlaringizda kistalaringiz yo'q, tuxumdonlaringiz sog'lom. Yaxshi. Всё. Endi hozir eski spiralni olib tashlab, yangisini o'rnatib qo'yamiz. Bu tarkibida gormon bor, davolovchi effektga ega. Demak, bu spiral 5 yil davomida ayolga xizmat qiladi. 5 yil davomida o'zidan gormon chiqarib turadi. Ayolning bachadonini har xil kasalliklardan himoya qiladi.